Ayol kishi ishga yaramasa hech kimga kerakmas ekan. Sog'lig'imdan ayirishdi. Endi har ikki gapi birida qaynonam yerimga kasalmand xotin bilan umring o'tadimi, boshqasiga uylanib kun bermayapti debdi. 100 marta qaytaraman, ayollar, bolalar katta bo'ladi, qaynonani xizmati qilinadi, eriylar qatga yuradi, nima qiladi, qancha pul topadi, umr o'tadi, baribir yoningizda qoladi. Birinchi o'rinda sog'liq. Bitta qo'shnim guvohi bo'lganman. Uylari bilan Qorachada kelgan shunaqa sevadigan xotini kasalmand bo'lib qoldi. Davolabdi, u yoqqa bordi, bu yoqqa bordi, foydasi bo'lmadi. Ayol yarimjon nogiron bo'lib qolganidan keyin boyagi xotinga ko'mircha deb laqab qo'yib olib, ustiga boshqa xotin olib kelib yashashni ham boshlagan edi. O'shaning uchun erkak kishidan mehr muhabbat kutib, men kasal bo'lsam u qararkan menga demaylar. Aytmayman, falon pullik dorilar olinglar, bansiga boringlar, sanatoriyaga boringlar demayman. Hatya bu giyohlarni choy qilib, damlab ichib yursanglar ham, sizlar 18 yosh bo'lasizlar. Sizlar go'zal bo'lasizlar, sizlar sog'lom bo'lasizlar, har doim kerakli bo'lasizlar. Imенно shunaqa profilni men sizlarga qoldiraman, kirib ko'ringlar.